Bizning urfimizda va ba'zi omi insonlarning so'zlashuvida Alloh taologa nisbatan Alloh osmonda, Alloh tepamda degan omicha gaplar bor. Hatto ular Allohga jihat va makon berayotganliklarini ham to'la mohiyatiga yetmaydilar. Vaholanki Alloh makonga muhtoj emas. Aqida bobida ilmga ega bo'lmagan bu kishilar iymoniga shu so'zlarning xatari bormi? Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Oddiy, omi odam aqidani tafsiloti bilan, mayda qismlari bilan bilmaydigan oddiy omi odam Alloh tepamda turibdi, Alloh osmonda, Alloh ustimda degan so'zlarni gapirsa, bu majoziy ma'noda deb tushuniladi va biladigan odam bu masalani unga osonroq qilib tushuntirib qo'yish kerak. Lekin shu gapini o'zi bilan uni Alloh taologa makon nisbat berdi deb ayblashga shoshilmaslik kerak. Chunki o'zbek tilida majoz o'rnida ishlatiladigan juda ham ko'p narsalar bor. Masalan, bir ayol aytadiki, ustimda erim bor deydi. O'zi ko'chada yurgan bo'lsa ham ustimda erim bor deydi. Bu degani majozan men turmushga chiqqanman degani. Yoki bir kishi tepamda rahbarim bor deydi. Bu tepamda rahbarim bor degani demak u bir korxonada ishlaydi, undan yuqorida bir boshliq borligini ifodasi bo'ladi. Xuddi shu yuqorida aytilgan gaplar ham shunaqa ma'nodagi majoz deb qaraladi. Lekin shunday bo'lsa ham iloji boricha musulmon odam Alloh azza va jallaga makon nisbat berishi ehtimoli bo'lgan majoziy so'zlarni ham qo'llamaslikka harakat qilish kerak. Chunki Alloh subhanahu va taoloning makonga o'zi yaratgan maxluqlardan birortasiga muhtojligi yo'q. Payg'ambar alayhisolatu vassalom Imom Buxoriy rivoyat qilgan bir hadislarida aytadilarki, kanallohu va lam yakun shay'un qablahu. Alloh taolo bor edi, Alloh taolodan oldin hech narsa yo'q edi deb aytganlar Nabiy alayhisalom. Demak, Alloh taolodan oldin hech narsa bo'lmasa, osmon, osmondagi arsh, nimaiki mavjudot bo'lsa hammasi Alloh taolo yaratgan maxluqotlar. Alloh yaratgan maxluqotlariga muhtoj emas. Bizni eng mo'tabar aqida kitoblarimizdan Aqoida tahoviy deb atalgan matnlarda aynan shu masalani tafsiloti bilan bayon keltirilgan. U ham bo'lsa Alloh taolo Qur'oni Karimda laysa kamithlihi shay'un va huwas samiul basir. U Alloh subhanahu va taologa o'xshash yo'qdir va u zot sami', o'ta eshituvchi, juda ham eshituvchi va basir, ko'ruvchi zotdir degan ma'nodagi oyatni dalolatidan keyin Abu Ja'far Imom Tahoviy aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo hududdan, ya'ni chegaralanishdan, g'oya, biror bir nuqta, tugaydigan nuqta bilan zikr qilinadi bir narsani. Deylik, mana shu yerdan mana shu yergacha degan joyimiz gachasi g'oya bo'ladi. O'rab qo'yilgan degani hudud bo'ladi. Arkan, rukunlardan, ustunlardan va a'zolardan va vositalardan Alloh azza va jalla munazzahdir, pokdir. Alloh azza va jallani 6 tomon o'rab ololmaydi. Shu matndan ma'lum bo'ladiki, Alloh taoloni o'zi yaratgan narsalardan birortasi atrofidan o'rab olmagan. Bu aqida masalasi, shuning uchun biroz tafsilot bilan gapirildi bu. Alloh osmonda deyishda haqiqiy ma'nosida osmonda deb qo'yilsa mabodo, bu Alloh taoloni makonga o'zi yaratgan maxluqlardan bittasini ichida deb nisbat berish, e'tiqod qilish bo'lib qoladi va bu esa Alloh asrasin kufr bo'ladi. Chunki yana o'sha aqida tahoviyada va man vasafalloha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar degan. Kim Alloh taoloni bashariyat, xalq, maxluqlarning ma'nolaridan biror bir ma'no bilan sifatlab qo'ysa, u kofir bo'libdi degan matnni keltirganlar. Shuning uchun bu borada juda ehtiyot bo'lish kerak. Alloh azza va jalla barchamizni aqidada adashishdan o'zi hifz va himoyasi saqlasin. Allohu a'lam bis-savob.